Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga kirganlarida masjid chiroqlar ilinib, yorug' bo'lib qolgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdida, kim buni yorug' qildi? Kim yoritdi masjidni deb so'radilar. Shunda odamlar Tamimud Dari deyishdi. Payg'ambarimiz u kishiga qarab turib, "Nawwarallohu qalbaka kama nawwartal masjid" dedi. Masjidni munavvar qilganingizdek, Alloh sizni qalbingizni munavvar qilsin dedi. Masjidning xizmatida, da'vatning xizmatida, ilmni, dinni xizmatida turgan siz bilan biz tanimaydigan aka-ukalarimiz ko'p. Ularga bizni tanishimiz, ularda atini aytib duo qilishimizning hojati yo'q. Chunki kim uchun qilyapti ular? Alloh uchun qilyapti. Shuni o'zi ularga kifoya qiladi.